Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Bugungi videoda video davomida videoni oxirigacha ko'rsangiz, albatta sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Videoni har bitta detaliga, masalan, e'tibor bilan ko'rsangiz, mana shu o'zingizga kerakli bo'lgan narsani qaytarib olishingiz mumkin va mutlaqo egalik qilishingiz mumkin. Bu hech qanaqa e, fake yoki boshqa narsa emas. Albatta o'zim sinab ko'rgan narsalarni sizlarga ham tavsiya qilaman va sizlar ham foydalanishingiz uchun albatta mana shu videoni qilib chiqyapman. Menga YouTube kommentariyasida juda ham ko'pchilik yozishdi. Mana shunday qanday qilsak bo'ladi, mana shulardan qanday qilib foydalansak bo'ladi va mana shu o'chib ketgan Telegram gruppalarimni qanday qilib tiklab olsam bo'ladi deb juda ham ko'pchilik yozishdi. Mana shuni hozir video qilib chiqarib detal o'rgatib boraman. Buning uchun albatta videoga like bosib obuna bo'lib qo'shib o'tmang. Qanchalik ko'p like bo'lsangiz, boshqalarga ham yetib boradi. Aynan kerakli bo'lgan insonlar esa bu videoni ko'rib albatta foydali bo'ladi degan umiddaman. Bugungi videomiz sizga to'xtaladigan bo'lsam, bugungi videomiz o'chib ketgan Telegram va gruppalarni qayta yoqish va shaxsan egalik huquqini olish. Bu hech qanday masalan boshqa narsa emas, boshqa noto'g'ri ma'lumotlarga bormang. Masalan, mana bu o'chib ketgan o'zingizni Telegram akkauntingizdagi kanallarni tiklab olish. Masalan, bu hech qanaqa mana boshqa birovni shaxsiy Telegram kanalini o'zingizga tiklab olib bermaydi. Shunchaki o'zingizning masalan noxosdan o'chirib yuborgansiz yoki boshqa bo'lib qolgan shunchaki o'chib ketgan kanallar bo'lsa, mana shu kanal va gruppalarni sizga tiklab beradi. Videoni davom etamiz, gapni cho'zmasdan va detal mana shu videoga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda start tugmasini bosamiz. Mana shu bot bo'ladi. Start tugmasini bosganimizdan so'ng mana bu yerda birinchi bo'lim, ikkinchi bo'lim, uchinchi bo'lim va to'rtinchi bo'lim. Mana shu barcha bo'limlarni o'ziga tegishli imkoniyatlari bor. Mana shu tegishli imkoniyatlardan siz foydalansangiz bo'ladi. Bu silkani esa men Telegram kanali ochib qo'yganman. Bu YouTubening videoni ostida va kommentariyasida bo'ladi videoni. Mana shu orqali kanalga kirib, kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, bundan ham foydali videolarni sizlarga bo'lishib boraman. Albatta like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Mana bu yerda mana birinchi Spsok kanalov degan joyda mana shunday sizning kanalingiz, masalan, menda hozir hech qanaqa kanal yo'q, shunchaki o'chib ketgan kanalingizni tiklashni ko'rsatib beryapman. Masalan, test 26 mana shunday qilib ochilgan o'chgan kanalim. Mana bu tiklash uchun mana bu yerga bosishingiz kerak bo'ladi. Masalan, mana shu test 26 sizga qanaqa kanal kerak bo'lsa, mana shuni ustiga bosib tiklab olsangiz bo'ladi. Mana bu yerni bosganingizdan so'ng mana shu kanal tiklanmoqchiman deydi va mana shu отправить tugmasini bosishingiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda turibdi. Mana shu отправить tugmasini bosishingiz kerak bo'ladi va kanalingiz tiklandi do'stlar. Mana kanal tiklanganligini qayerdan bilsangiz bo'ladi. Mana bu yerda yozuv chiqadi. Mana shu yozuvni ustiga bosishingiz kerak. Qaysi birini ustiga bosaman deganlar uchun mana bu test 2026. Hech qayerni bosmaysiz, faqatgina mana shu test 22 joyini bosishingiz kerak bo'ladi. Mana bosganingizdan so'ng mana o'zingizni Telegram kanalingiz chiqadi. Bu yerda siz admin va boshqa biladingiz, главный admin bo'lasiz. Mana bu hech qanaqa yolg'on emas. Mana o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Masalan, admin bo'lib, mana assalomu alaykum. Mana shunday qilib, mana masalan kanal egasi sifatida bemalol o'zingiz foydalansangiz bo'ladi. Endilikda esa o'chib ketgan gruppangiz juda ham ko'pchilik yozishdi. O'chib ketgan gruppam bor, bu juda ham kerak edi.
boshqa edi deganlar uchun mana ikkinchi bo'limini sizlarga ko'rsatib o'taman do'stlar. Buni juda ham ayollar masalan ko'rsa kerak bu videoni. Ayollar juda ham ko'pchilik yozishgandi. Mana shu oldingi videomni ikkinchi bo'limi hisoblanadi. Mana bunday qilasiz. Mana masalan ikkinchi bo'limni bosganingizdan so'ng menga hozir gruppa yo'q. Masalan mana shu yerni o'zida ko'rsatib beraman. Mana do'stlar, birinchisidan farq qilmaydi. Shunchaki mana bu yerda mana ikkinchi bo'limida chiqib turibdi mana. Bir daqiqa, ikkinchi bo'limida chiqib turibdi mana. Mana shu yerdan e'tiborli bo'ling do'stlar. Mana bu YouTube degan joyni bosishingiz kerak. Agar boshqa joyni bossangiz kirmaydi va o'zingizga albatta tushunarsiz bo'ladi. Mana masalan YouTube deb yozsak mana shu gruppa masalan mana shunday o'zingizni mana o'zingizni gruppangiz hisoblanadi. Buni bemalol yoqib olib foydalansangiz bo'ladi. Keyingi bo'limlarni ko'radigan bo'lsak, mana 3-bo'limini ko'radigan bo'lsak, bu yerda sizni kanallaringiz agarda bu nima uchun? Masalan, mana shu kanallaringiz, ochgan kanallaringiz yoki gruppalaringizni ketma-ketlikda chiqmagansa agar mana shu yerdan topishingiz mumkin va mana bu yerda ham yana отправить tugmasini bosib, yana tiklab olsangiz bo'ladi. Start qilib, masalan, выставить tugmasini bosib, выставить tugmasini bosgandan so'ng bemalol o'zingizni xuddi kanalingizdek foydalansangiz bo'ladi. 4-bo'lim esa mana gruppa. Mana bu masalan o'chib ketgan gruppa hisoblanadi. Mana bu YouTube uchun masalan o'chib ketgan. Mana shuni mana bunday bo'ladi do'stlar. Mana shu yerni yana bir marotaba ko'rsatib o'taman. Detal mana shuni kuzating. Mana YouTube uchun tugmani ustiga bosamiz. Mana shu yerni ustiga bosamiz. Mana o'chib ketgan bo'lsa, xuddi do'stlar mana shunday chiqadi. Mana выставить tugmasini bosishingiz kerak bo'ladi. Mana выставить tugmasini mana hozir ko'rib turibsiz. Hech qanaqa kanalga admin ham yo'q, egasi ham yo'q. Shunchaki bu gruppa ochilgan. Bu 4-bo'limimiz esa xuddi shunday 3-bo'limdagidek o'chib ketgan gruppangiz bo'lsa, mana shuni agarda 1-bo'limda chiqmagan bo'lsa, mana shu 4-bo'limda qidirib topishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu yerda ham mana ko'rib turibsizki, выставить tugmasini bosganimizdan so'ng kanal, guruh albatta bizning nomimizga o'tdi. Mana ko'rib turibsizki, hech qanaqa bu yerda masalan berkitilgan narsa yo'q. Shunchaki barchasini ko'rsatib beryapman mana. Mana shunday o'chib ketgan mana kanalni va gruppalarni albatta tiklab sizlarga ko'rsatib berdim. Bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Albatta videoni oxirigacha ko'rganlar uchun albatta barchangizga rahmat deb qolaman. Agarda video foydali bo'lgan bo'lsa, like-ni bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Albatta like bossangiz, like bosishingizni nima uchun so'rayman? Menga hech qanaqa manfaatli joyi yo'q, faqatgina bu YouTube uchun, YouTubening masalan rekomendatsiyaga, video rekomendatsiyaga chiqishi uchun yaxshi foyda beradi va mana shu videoni qidirib yurganlar uchun, masalan, mana shu video bilmaganlar uchun rekomendatsiyadan chiqib keladi. Barchaga agarda foydali video bo'lgan bo'lsa, barchangizga rahmat. Barchani mana shu joyga kelib kuzatganim uchun, oxirigacha videoni kuzatganim uchun barchangizga rahmat deb qolaman. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videomizda ko'rishguncha xayr do'stlar. Videoni aytganimdek, mana shu botni silkasini video ostida va kommentariyada zakrit qilib qo'yaman. Mana shu yerdan o'tib bemalol foydalansangiz bo'ladi. Agarda qanaqa video chiqarishim kerak bo'lsa, qanaqa mavzuda sizlarga video qiziq bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Mana shunda video chiqarishga harakat qilaman. Xayr, sog' bo'linglar.